Qani boshladik. Men Malibu 1 mashinasida yuribman qani. Malibu 9G. Qisqarog'i Malibu 8G. Qani. Mana oshnalarim bilan yuribman ana. Malibu Gen 212 ga chiqdi. 212 ga chiqdi. Bu yerda hamma yozishsa mumkin xohlagan narsasini. Mazza qilib o'ynasa, do'stlar bilan vaqtini maroqli o'tkazsa bo'laveradi. Meni pulim esa $3200. Men bu Malibu 1ni $10,000 ga oldim. Qimmat, lekin sifatli. Mana mazza qilib o'ynasa bo'laveradi. Mana ursangiz ham pacha bo'lmaydi bu. Yaxshi o'yin, zo'r o'yin. Tormoz qo'yishim kerak. Ko'ryapsizmi tormozlarni? Juda ham zo'r. Endi biz uyga qaytamiz. Mana uyga ham qaytib oldik. Mana menda nima mashinalar bor? Hammasini bir boshidan ko'rib chiqamiz. Mana Cobalt. Menda Cobalt bor. Spark bor. Nexia 3 bor. Nexia 2 bor. Buni yaxshilab ta'mirlaganman. Nexia 1 bor. Damas bor. 2106 bor. Jiguli bor. Piorani olmaganman, yoqmagan. Mana. Va menda Malibu bor. Malibu 2 yo'q. Elektromobil bor. Kia. Va menda VW M5 mashinasi bor. Va yuk mashina bor. Mana bunda yuk mashina bor. Mana. Men mana bu mashinani olmoqchiman. Bu $35,000. Menda esa $3200. Menga eng yoqqani mana bu Malibu 1. Qani yana Malibu 1da nimalar qilamiz? Mana onlayn ga keldik. Xonalar topamiz. Yo, chiqamiz bunda. Davay, ketdik. 2 kishi bor bunda. Men bilan yana bir kishi, yana bitta bir kishi. Mana. Malibu bu juda ham texnikali. O'zim ta'mirlaganman buni. Juda ham texnikali. Hattoki mono 3 ga ham chiqa oladi. Mana. Chiqdi mana. Bu yog'iga chiqa olmaydi. Mana. Mana shubam oldik. Davay, 07. Bu yerda mashinalar ko'p. Mendan tashqari odamlar boshqaryapti onlayn. Mana bunda mazza qilib xohlaganingizcha kayib surib o'ynasangiz bo'laveradi. Bu chunki onlayn. Xabarlar yozganingiz sari pullaringiz ko'payib boradi. Bo'pti, men ketdim. Menga ruxsat. Hayır.
Mana men maza qilib o'ynayman o'yinni. Qani ketdik. Qani mana meni pachag'i chiqdi. Mana bizda o'yinimiz ham tugadi. Yuzimni ham ko'rsatdim. Mana. Bu Malibu mashinasi. Menga yoqqan tarafi bu tog'amning mashinasi. Hayır.